Xotin, bugun uyga bora olmayman, yomg'ir tagida qolib ketdim. Adasi, jala quyvordimi? Ha, jala quyvordi. O'zingni ehtiyot qil, bolalarga yaxshi qara. Maylimi? O'zim telefon qilaman senga ertaga. Bo'ptimi? Bo'pti, mayli, xo'p. Bo'pti. Xo'p, o'zingni ehtiyot qil. Qalay o'xshadimi? O'xshadi. O'tiring seni galing. Endi emasmi? Ha. Ayasi, mendan xavotir olmanglar. Men yomg'irda qolib ketdim jalada. 1 metr ham yurib bo'lmayapti ayasi. Bugun bora olmayman uyga. Tushunmadim. Yomg'irmi, qormi? Yomg'ir mana ko'rsataman ayasi. Hamma joy yomg'ir, kuz bu. G'alati-yu. Nimasi g'alat? Nimasi g'alat ayasi? Nimasi g'alat? Gapirchi. Tez ko'rsating-chi. Ayasi ishonmagan xarakteringni nima ko'raman sen xoramini. Mana yomg'ir yog'yapti. Hamma joy yomg'ir. 1 metr ham yurib bo'lmaydi. Voy, ayasi, qora tabiat qonuni. Qizil qor yog'ardimi? O'zim ham birinchi marta ko'rishim ayasi. Chataqsan-da, chataqsan. Ayasi, ey. Jon ayasi, O'rtoq, 5 minutda kasalga tiqqani? yo ketamiz bo'ldi. Nimaga yurmaymizmi? Meni hayotimning enasiga tiqding-da. Mana ayasi, suv sep desam, yomg'irga o'xshaydi desam, qorga o'xshatib, pena sevib yuribsan. Cho'qqi soqoli shu siri ko'zing o'ynamaydigan qorami sen hamma yoqni bo'g'lashtirasan o'zi. Mana hozir, buni gaplashinglar o'zlang. Mana ayasi biz toqqa ketayotgandik. Uni katta qilib Chilonzorda chiqib qo'ydi ayasi. Biz maza qilgan dam olgan ketayotgandik, qoramini chiqardi. Bemalol. Endi mashinamga minasan, uyimga borib ko'chlarni yuklaymiz. Men ajrashaman, o'zing gaplashma. Mana ayasi